Shunaqa katta terrasali uyni obzor qilishga keldik. Manzarani qara, o'rtoq. Butun Toshkentni bir qaraganda ko'rsang bo'ladi. Terrasani o'zi esa 26 kvadrat ekan. Endi uy ichini ko'ramiz. Bu yog'imizda prixojiy zona. Yonimda esa alohida garderobli xonasi ham bor ekan. Chap tomonimda sanuzel joylashgan, совмещенный qilingan. Koridordan to'g'ri yurganimizda ikkinchi eshigimiz gostivoy oshxona qilingan. Katta keng. O'shatdan balkonga chiqsa bo'ladi. Videoda ko'rilayotgan barcha jihozlarimiz qoladi. 3 xona, 12-etaj, 16 etajli xon saroy novostroykamizda. Ikkinchi xonamiz esa roditorskiy spalni joylashgan. Manzilimiz esa Yunusobod 14-kvartal, orientir Sayram chorrahasi. Bu 3-xonamiz xolasing zal yoki spalni qilishing mumkin. Umumiy maydonimiz 84 kvadrat plus terrasa 26 kvadrat. Bu ipotekaga ham olsang bo'ladi 500 milliongacha. Narxi esa o'rtoq 98 ming. Tezroq ulgurib qol.